Xitoyda yig'iladigan vodiylik akalar bo'ladi. Qanday qilib deysizlarmi, qaranglar. Suvda ham, tog'da ham, bog'da ham ishlaydigan pilarambalar bo'ladi. Endi falon pulga mana shunday terak mahsulotlarni nima deydi, transportga yuklab, uni pilarambaga olib boradigan davrlar o'tib ketdi qadrdon. Soqqani soqqaga uradigan payt keldi. Mana shunday pilarambalarni oladigan bo'lsalaring, bitta yengil kichkinagina kigoytlarga bitta ulab turib ketadigan payt keldi. Xohlasangiz to'kka, xohlasangiz benzinga ishlaydigan qilishib qo'yibdi akalarimiz. Shunda xonadoningizga kelib turib, eshigingiz tagida siz xohlagan razmerga tilib tekizlab ketadigandan bo'ladi. Lekin biz Farg'onaning Uchko'priga kelganmiz. Bunisi hech nima emas. Xohlasalar mana kultivatsiyalar, xohlasalar mana bunday shlaka bo'lib ishlab chiqaradigan liniyalar, gazlar bo'lib shlaka bo'lib ishlab chiqaradigan. Undan tashqari hozirgi kunda nima rivojlanyapti? Qurilishlar, domlar, kottejlar ko'tarilyapti. Haqiqiy robot, traverti ishlab chiqaradigan apparatlarimiz ham bor. Xudo xohlasa sizlarga kelishgan arzonlarda butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beradigan 20 yillik tajribaga ega ustakamizni o'zidan ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Aka, charchamasdan. Aka, dorvoz bo'lmaganman, lekin o'shanga o'xshab gapiraman. Bo'ladi aka. Gap yo'q. Xudo xohlasa aka, birinchi bo'lib ana shundan boshlaymiz aka, maylimi? Nima qilay, og'a? Qanday maqtab beray sizga? Maqtashga ham o'zi nima yo'q. Haqiqatda odamlar buni bilib bo'lgan, ko'pchilik. Biladi, ko'pchilik biladi, ustalar qulay. Albatta. Misol uchun, klient bitta telefon qilsa, eshigini tagiga borib turib, zo'r qilib chiqarib beryapti. Ha, ko'nidagi aytgan razmeriga chiqarib, tomiga olib chiqib mixlamayapti, xolos. Olib borib kesib beryapti. Aka, bu hozir benzinga to'kkan ishlaydigan variantmi? Bu benzin, faqatgina benzinga ishlaydigan variant aka. Bu benzinga ishlaydi. Bu apparatimiz lentishli pilarama bo'lib, benzin uchun mo'ljallangan. Buni o'sha mashinaga pritsepnoylarigacha qo'yib tayyor qilib qo'yganmiz. Shunday mashinaga ulab любой joyga, xolasa ariq ustiga, xolasa daryoning ustiga qo'yib bemalol yog'och chiqarish mumkin. Katta-katta yog'ochlarda ko'pchilikda muammo bo'ladi, pilaramaga olib borish. Endi u haligi Robinson Crusoe aytgandek, qayiqqa dengiz bormasa dengiz keladi deydi-ku. O'sha vaqt bo'ldi-da, pilarama boradi odamlar uyiga. Xohlaganini dirillatib, kesib chiqarilaveradi. Bu yuradi hozir bu. Bitta bo'lsa-da aka. Mana shunday qilib tilib o'tini ham uyda egasida qoladi-da, pilaramada qolib ketmaydi-da. Aplikasiya ham qoladi o'zida uyda egasida. Pilaramani chaqirsa bo'ldi. Pilaramamizga aralarga suv quyiladi. Bu stanogimizda relisi 3 qismga bo'linadi. Mana bu yerdan bitta bo'linadi, bu yerdan bitta bo'linsa, buni tagida o'zining baloni bor mana. Shunday baloniga chiqarib, mashinaga olib tortib ketishaveradi любой joyga. Uzunligi strelamiz 7,5 metr, 6 metrli yog'ochni bemalol kesib, tekizlab chiqarib beraveradi. Tekizligi ham o'sha rossiyskiy sasna taxtalardan farq qildirmaydi terakni. Tekizligi o'ta tekiz mana. Uncha-munchasini yig'lataveradi qiyratib. Qulayliklari o'ta qulaydi. Endi odamlar bilasiz, ko'pchilik pilaramaga olib borish uchun, misol uchun bitta texnikaga 500 ming, 600 ming so'm pul berish kerak. Undan ko'ra bitta telefon qilib pilaramaga telefon qilsa bolalar olib borib jingillatyapti-da. Shuni mana shu yerda olib boradigan, yuklatadigan chiqimiga pilaramani o'zi kelib chiqarib ketadi. Chiqarib ketadi uyiga, qimirlamaydi. Mana shuni misol uchun yerda o'zimiz do'konlar ham ko'p ishlatishadi. Ko'p gaplashib qolamiz. Aka dedi, biz Rossiyaga borib ishlardik oldin, hozir yerda ishlayapmiz. $100, 1 million, eng kam 800 ming so'm ishga chiqqan kunimiz, endi kuniga desa yolg'on qilib, ishga chiqqan kunimiz $100 gacha uyimizga pul olib ketamiz deydi bolalar. Lekin hozir mana shu yerda oldingizda ham telefon qilamiz. Xolasa shunday telefonda necha kunlik ochirib borsak, yo 10 kun yo 15 kunda deydi. Shu pilarama uchun 10 kun 15 kun kutib turasiz.
Aka narxi nechi pul aka buni? Narxi 35 million so'm. 35 million. 35 million so'mning ichida mana shu turishi, pilarama, relisi, mana bu yerda chaqlaydigan apparatlari ham bor mana. Bular o'z robot bo'ladi, va mana. Shunday qo'yasiz mana. Mana. O'zi chaqlaydi arrani. Bu ham shu stanoyda komplektatsiyasida ketadi. Bu arrani chaqlaydi, qo'shimchasiga mana bu arrani chaparasi ochadigan apparatlarni ham qo'shib beramiz. Mana tishlarini shunday qo'yadi-da bolalar. Mana buni tishini razvodkasini, bemalol chaparasini ochib, regirovkasini qilib mana. Komplektda nima bor degan akalarga mana. Tishini shunday ochilaveradi, mana shunda o'zini tishini, chaparasini ochib. Mana shu chaqlaydigan apparat, chaparasi ochadigan apparat, relis, pilarama, qo'shimchasiga baloni. Bu baloni ne tolka bu yog'ochni pilarama sudrab yurishga. Bu pilaramani joyiga qo'ygandan keyin, masalan, katta yog'ochlar pilaramadan 10-15 metr nariroqda bo'lsa, shu balonning ustiga qo'yib ham olib kelaveradi. Ham arava vazifasini bajaradi. Faqat ishlash kerak, olish kerak. Bo'ldi, tamom. Aka, bunimiz endi benzinga ishlaydigan degan. Elektronli bo'lsa pul qo'shilib qoladimi? Yo'q, elektronli variant arzon turadi. 25 million so'm, 10 million so'm qimmatroq bezinligi. Ha, to'kiligi to'kka ishlaydigan narxi 25 million so'm. Bu 2026-yilga berilib turgan narx. Hozirgi kunda. Lekin bu 35 million so'm bezinligi. Biz soatiga aka, misol uchun qancha rasxod qiladi? Kim bu katta kichikligiga qarab rasxod qiladimi? Ana tilyap turgan narsasini rasxod. Albatta, shunga qarab ham nagruzkaga qarab turib rasxodiga farq qiladi. Misol uchun mana shu teraklarimizda обычный holatda arrasini, chaparasini cho'tka qilib chaqlab ishlatsa 1 litr rasxod qiladi soatiga. Agar bu 80 diametrgacha yog'och sig'adi, buni ustiga 80 tasavvur qiling, balon 60. Shu balondan katta yog'ochlarni kesadi. Shu yog'ochlarga misol uchun 2 litrgacha nima litr qo'shilishi mumkin. Soatiga 2 litrgacha chiqadi. Endi hamma uncha ma'lumot aka, yana o'zingizga telefon qilib olish. Albatta, bemalol. Mahsulot ko'p aka. Mana bularimiz aka. Bunimiz nima? Bu shilaka blok apparatimiz. Buni Tojikistonda hali 7 ko'l bor, bilsang, Panjikentda. Panjikentga kecha egasi keldi, buni ham yurg'izib ishlatib ko'rsatib berdik. Bu oddiy xo'jaligida ishlatish uchun 220 voltda ishlaydigan shilaka blok, paddonga quyuvchi uskunamiz. Buni yerda balonda yurib quyadigani ham bor. Uni zakaz bo'yicha razmerlarini ham любой razmerda egalar zakaz qiladi. Dosidan osigacha bemalol zakaz qilishsa tayyorlab beramiz. Misol uchun g'isht razmeri 19 ga 39, 18 ga 38, 17 ga 35 hali dunyoda yo'q razmerlar desa ham qilib beraveramiz. Kliyentning talabi bo'yicha chiqadi bular. Bu paddonga qo'yadigan. Bilsangiz, oldin 3 faza kerak odamlarga boshqa bo'lardi-ku, katta apparatlar, shovqini kuchli. Bularimizni xo'jalikka borib bir kunda 600 ta, 700 ta g'ish o'zimizga chiqargani, kam-kam ishlab turgani degan akalarimizga qilganmiz buni. 220 voltda ishlaydi. Buni meshalkalari ham bor, 3 fazada 220 da ishlaydigan. Qanaqa holatda zakaz qilsa, o'sha holat tayyor qilib beraveramiz. Narxi nechi pul aka buni? Mana shu turishi 19 million so'm. 9 million so'm shu. Buni aravasi ham bor mana. Bunisiga aravasi ham bor. Arava shuni narxi ichida? Shu narxi ichida shu aravasini qo'shib beramiz, paddoni bo'lmaydi, mana shu holatda ketadi. Bundan tashqari qaranglar, gazoblok liniyalarimiz aka. Ular ham qilib beriladi. Gazoblok liniyalarimiz ham qilinadi. Endi ularni отдельный bu yerda sistema qilamiz, video qilib chiqaramiz. Bu kultivasiya, bu o'sha erta bahorda trendga chiqib ketdi kultivasiya. Bulardan ham zakaz bo'yicha bor. Hozir nalichi ham bor bulardan, yig'ib beriladi, ha. Kimga kerak bo'lsa. Kelishilgan holda qilib beriladi. Kelishilgan holatda hammasini qilib beramiz. Ichkarida rodbin, shpakilovka. Endi bu ichkarida hozir bitta apparatimiz turibdi, nariga seximizda ko'proq hozir rodbin stanoklari. Bu o'sha rodbin, shpakilovka, kafelni kley ishlab chiqarish uchun tayyorlangan. Bu Qirg'izistonda O'shiga tayyorlab berdik buni. Bu ham mana shuni sig'imida nechta qopda chiqadi aka? Mana shuni to'g'ri. aka, buni sig'imi 1,5 ming litr o'zi, mana shu turishi. 1 tonna mahsulotga garantiya beramiz. 1 tonna 300 kilogramm kafelni kleyni oladi, rodbinni 1 tonna oladi. 40 ta qopda chiqadi. Ha, bu o'sha yerga qo'yadigan balonlik shilaka blok tayyorlanish jarayoni. Mana bu qoliplar ham misol uchun shilaka blok uchun bu tumba qolip. Bunaqa qoliplar ham zakaz bo'yicha chiqadi. Bu mana Qirg'izistonga tayyorlayapmiz, buni ham O'shga. 19 ga 39, 15 ga 39 qo'shimcha tumba qoliplar, uchala qolip komplekt holatda tayyorlanyapti bu.